Mana mahallalarda suv bosyapti уже mana. Kanal uryapti. Mana odamlarga zarar keltirdi mana. Andijonda Farg'ona kanali qirg'og'i o'pirilib, suv toshib chiqdi. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida 8-may kuni Farg'ona kanali qirg'og'i o'pirilib, suv toshib chiqdi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda suv katta tezlikda qirg'oqdan chiqayotganini, buning oqibatida yon atrofdagi mahallalarni suv bosganini ko'rish mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Buloqboshi tumani Sarvontepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali qirg'oqlarining biriga shikast yetgani natijasida ma'lum miqdorda suv sizib chiqqan. Ushbu ma'lumot olinishi bilan Norin Qoradaryo irrigatsiya tizimlari boshqarmasi tomonidan suv butkul to'xtatilgan. Hozirda Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan kerakli bo'lgan barcha kuch va vositalar sodir bo'lgan hodisani bartaraf etish uchun jalb etilgan va vaziyat to'liq nazoratga olingan. O'zgidromet matbuot xizmati axborotiga ko'ra, talofatlar o'rganilganda jami 560 ta xonadonni suv bosganini ma'lum bo'ldi. Hudud aholisi ortiqcha vahimaga berilmaslikka va xotirjamlikka chaqirib qolamiz, deyiladi xabarda.